Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi videoda sizlarga limon ko'chatlarini va limon daraxtini gullari nimaga to'kilib ketadi, buni sabablari va uni yechimlari haqida to'liq tushuntirib beraman va tajribadan o'tgan aniq keyslarimizni sizlarga aytib o'taman. Limon daraxtini o'zi yil davomida biz uni shoxlaridagi undagi gullarni ko'rishimiz mumkin. Lekin asosan mart, aprel va may oylarida gullari yetilib, shu paytda rosa ham g'unchasi yetiladi va gullaganligini ko'rishimiz mumkin. Limon ko'chati misolida oladigan bo'lsak, limon ko'chati o'zi bir uyali kezinsiz o'simlik hisoblanadi. U bir vaqtni o'zida daraxtda ham chaylanuvchi, ham changlatuvchi gullarni bir vaqtda yetishtiradi. Chaylantiruvchi gullarimiz birinchi bo'lib ko'chatda birinchi bo'lib yetiladi va ular changlatib bo'lgandan keyin to'kilib ketadi. Agar limon ko'chatimizda 100 dona gulini oladigan bo'lsak, shundan 30 va 40 dona atrofida gulini ushlab qoladigan bo'lsa, biz undan mo'l hosil olishimiz kafolatlanadi. Chunki shu ushlagan guli o'zi yetadi. Undan ko'pi ko'p. Undan agar oz gullaydigan bo'lsa, ko'pchilik mendan so'raydi, mana limonlarim juda ham ko'p gulladi, rosa gullagan edi, lekin mevalari juda oz bo'ldi deydi. Buni bir nechta sabablari bor. Shu sabablarini sizlarga aytib o'taman va bu sabablarni biz hammasini tajribamizdan o'tkazganmiz. Bu xatolarni qilib o'zimiz hozir shu paytgacha keldik mana. Birinchi xato bu ko'pchilik sug'orishda xato qiladi. Ko'chatlarimiz gullashidan oldin biz fevral oyida sug'orishimiz kerak, lekin gullagan paytda juda ham namligini ko'paytirib olmasligimiz kerak. Agar namligi ko'payib ketadigan bo'lsa, bunda gullarni to'kishiga sabab bo'ladi. Iloji bo'lsa shu biz birinchi gulida to'g'ri go'ngidan foydalansak bo'ladi. Buni solib sug'oradigan bo'lsak, sharbat qilib, gullarni ushlab qolishga juda ham foydasi katta hisoblanadi buning. Yana bir e'tibor berishimiz kerak bo'lgan muhim jihati bu, masalan, biz gullagan paytda panel salafanlarni ochamiz. Ochganimizdan keyin quyoshning nuri bu limonlarimizga, sitruslarimizning guliga to'g'ridan-to'g'ri tushmasligi kerak. Quyosh bahor oylarida ham anchagina qizdirishi mumkin. Shuni hisobiga gullarni kuydirib qo'yishi mumkin. Shuning uchun biz har yili panellarimizga hammasini salafani ochilgandan keyin ustiga setka yopiladi. Har bittasiga setka yopiladi. O'rtacha 70-80% atrofida setkalar yopiladi. Buni foydasi juda ham katta. Buni yopib ko'rgan dehqonlarimiz ham hammasi bilishi mumkin. Agar kimdir shu orqali yaxshi natijaga erishayotgan bo'lsa, kommentariyada yozib ketishlari mumkin. Ikkinchi xato bu issiqxonadagi biz haroratni nazorat qilishimiz kerak. Ko'pchilik bahor paytlarida issiqxona juda ham isib ketadi. Shuni hisobiga panellarni yon tomondagi shamollatish eshiklari yon tomondan shabada berishmaydi. Shuni hisobiga gullarni kuyib qolishi mumkin issiq sharoitda yoki sharoit yaxshi bo'lmaganligi uchun gullarni to'kilishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun biz o'zi ko'chatlarimiz gullagan paytda panellarning yon tomonlarini ochishimiz kerak. Tashqi muhit bilan bir xil sharoitda, ob-havo sharoitida gullarni yetishtiradigan bo'lsak, bemalol mevalarni yaxshi ushlab qoladi. Uchinchi xato bu zararkunanlarga qarshi o'z vaqtida ishlashimiz kerak. Bu degani ko'chatlarimiz gullashidan oldin, mart oyidan oldin, fevral oyida biz har yili limonlarimizni shu zahar bilan dorilashimiz kerak. Bunda dorilaganimizda ko'chatlarimizdagi qora shira va shunga o'xshagan boshqa zararkunanda hasharotlarimiz hammasi o'ladi. Shuni hisobiga gullagan paytda hech qanaqangi boshqa holatlar kuzatilmaydi. Bizdan ko'chat sotib olgan mijozlarimiz va boshqa dehqonlarimiz bizdan so'raydi, limonlarimiz gullagan paytida nima dori sepishimiz kerak, qanday qilsak gullarni ushlab qoladi deydi. Biz o'zimiz tajribadan o'tgan dorilarimiz bor. Bular asha gibrilin dorisini sepganmiz va buton sepamiz. Bu paytda gullagan paytda juda ham yaxshi foyda beradi. Lekin hozirgi paytda biz undan foydalanmayapmiz, lekin sepgan paytimizda yaxshi natijalar bergan. Sizlar ham bemalol sepib foydalansalar ham bo'ladi, lekin undan boshqa dorilarni sepiladi tavsiya qilmayman, chunki gullagan paytda gullari juda ham nozik bo'ladi. Shuni hisobiga o'ta ham ehtiyotkorlik bilan ish qilish kerak. Aks holda gullarni to'kib yuborishi mumkin va shu yili siz hosildan quruq qolishingiz mumkin. Agar biz limonariyamizga asalarimiz bo'ladigan bo'lsa, uni yashiklari bilan olib kirib qo'yadigan bo'lsak, juda ham foydali bo'ladi. Limonlarimiz chaylanishiga foydasi juda katta bo'ladi. Chunki asalari har bitta guldan gulga qo'nib, undan nektar qidiradi. Shu paytda uni masalan oyoqlariga, uni tanasiga shu gulni chang yopishadi va u guldan gulga qo'nganda bu chaylanishga olib keladi va mevamiz mo'l hosil bo'lishiga buning ham katta foydasi bor. Sitrus ko'chatlar asosan ertalabki salqin paytda gullari ochila boshlaydi. Asosan soat 11-12 gacha gullari ochiladi. Bu paytgacha gullarda yopishqoqligi bo'ladi. Bu yopishqoqligi keyin kun isigan sari quyoshda u quriydi va u o'z yopishqoqligini yo'qotadi va chang bo'lib u tezda tushib ketadi. Shuni hisobiga asosan shu 11 gacha bo'lgan paytda, gullari ochilgan paytda asalari uni changlashga yordam beradi. Keyingisi bu tavsiya, bu ko'chatlarimiz gullagan paytda kuchli shamoldan saqlashimiz kerak.
va limonxonamizdagi limonlarga tanasiga tegmasligimiz kerak. Iloji boricha ichkarida o'zimiz kirib, o'zimizni tanamiz tegadigan bo'lsa, ichkarida masalan agrotexnik tadbirlar qiladigan bo'lsak, daraxtga tegganimizda gullar to'kilib ketadi. Shuning uchun bu paytda umuman parni ichida ishlarni to'xtatib turishimiz kerak va kuchli shamol bo'lishidan uni muhofaza qilishimiz kerak. Sizda qanaqangi fikr mulohazalaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozishlaringiz mumkin. Men har bitta savollarga javob beraman va keyingi mavzularimizda qaysi mavzularda chiqishimizni xohlaysiz, shu to'g'risida yozsangiz, men shu haqidagi videolar chiqarishga harakat qilaman. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling.